Assalomu alaykum aka-uka, opa-singillar. Shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, bu bola mening o'g'lim. Ismi Xusniddin, 9 yoshda. Kommentda ko'plar dadasi yoki onasi deb nima qilyapti? Yo'q. Bu videoni men olyapman, men chiqaryapman. Chunki nimaga? O'g'limni oyoqqa qo'yish uchun men kurashaman. Chunki men noilojman. Men xalqimdan yordam so'rab chiqdim shu o'g'lim uchun. Mana nimaga qarab qol deyapti o'g'lingiz degan savol bo'ladigan bo'lsa, unga qisqacha ma'lumot beraman. Qarab qolgani sababi ayasi keldi, ukasini olib kelib tashladi, lekin ayasi o'zi kelmadi. Ayasiga qarab qoldi. Sizlardan iltimos, Roza Ramazon oylari shunday muqaddas oyda befarq bo'lmang. Qo'lingizdan kelgancha yordam bering. Shu o'g'limni oyoqqa qo'yishim uchun yordam bering. Nogiron deb kechib ketgan onasi buni yurganini ko'rib pushaymon bo'lsin. Iltimos sizlardan.